Moskvani sentrdan ishi zo'rini topib qo'ydim. 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan hammani ishga qabul qiladi. Kompaniya hamma narsani mutlaqo o'zi qilib beradi. Yotoq joy beradi bepul. Даже patent to'lovini ham kompaniya qilib beradi. Registratsiya bepul, borib kelish, trudogor, uydimlarni mutlaqo bepul va bir mahal obetingizga ham kompaniya o'zi shotidan qilib beradi jigarlar. Bunaqa ish har doim ham chiqavermaydi. Yoshi ham 60 yoshgacha jigarlar. Videoga bitta like bosib, kommentariyada omad zuhurdon so'zini yozib qoldirsanglar, mana shu bizga motivatsiya bo'ladi va biz ishlashda o'z ustimizda davom etamiz va bundan-da zo'r ishlarni albatta sizlar uchun chiqarishda davom etamiz. Like bosdingizmi? Komment yozdingizmi? Rahmat kattakon. Demak biz ma'lumot berishni boshladik. Moskva, Moskovskiy oblast, Sankt-Peterburg shahrida yurgan aziz vatandoshlarimiz, agar sizga ishonchli deport zapret tekshirish, trudовой договор, uy dimlini, SNILS, NN, registratsiya, qanday dokument hujjatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ishonchli inson qidirib yuribsizlarmi? Mana men sizlarga u insonni tavsiya qilaman. 10 yil ish stajiga ega, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammasi ishonchli. Avvalambor assalomu alaykum jigarlar. Rossiyaning Moskvani sentrdan, Moskva hududidan ishi zo'rini topib qo'ydim. Bu metro Fistex 10-liniyani qarasanglar, eng tepada turibdi. Yoki Altufova 9-liniyani oxiri. Xuddi shu joyda Vkusil magazinining skalati joylashgan. Juda ham katta skalat, oziq-ovqat, produktoviy skalat. Skalatda grafik gradusi +3, +4 gradus, ish grafigi 6/1, 7/0. Har kuni ish bo'ladi основной. Nashnoy smenada, ya'ni kunduzi 3 dan kechasi 3 gacha ishlanadi. Shunaqa grafigi boshqacharoq grafikda. Bemalol borib ishlashingiz mumkin. Faqat erkaklar hozirgi kunda kompyuterchilar hamda gruzchiklar. Gruzchilar hamma narsa bepul, o'sha kompaniya tomonidan hamma narsa taqdim etiladi. Oyligi oddiygina o'sha gruzchikka $1000 chiqadi. Ya'ni 90 mingdan boshlab chiqib ketaveradi. Endi kompyuterchilarniki juda ham balandlab ketaveradi. Tushirgan obyomga qarab o'sha $1000, $1,500, $1800 xullas shunaqa obyomga bosaverasizlar. Faqat erkaklar deyapti hozirgi kunda, ayollarga inshaalloh tez orada yana joylarimiz ochilib qoladi. Eng muhimi mana shu ekrandagi nomerlarni o'zingiz uchun saqlanib qilib olinglar. Telegram, Max va promo nomerlarini qo'yib qo'ydim. Kimga ish kerak bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yinglar jigarlar. Mana sizlarga srochniy vakansiya ochiq hozirgi kunda. Tez bugunning o'zida gaplashib, ertadan borib joylasanglar bo'ladi. Eng qizig'i nomerlarga liboy payt telefon qilib o'rgatkazsa, sizlar uchun liboy payt javob berishadi. Oyligi 10-25-soatda bir oyda 2 marta beriladi. Puldan muammo yo'q. Ruskiy firma jigarlar. Kimga ishimiz ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq aloqaga chiqing va o'z joyingizni band qiling. Ish haqida yana qanaqadir kimgadir qo'shimcha ma'lumotlar, to'liq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa ham, mana Telegramdan yozing yoki Maxdan yoki promodan aloqaga chiqing. Bu ishimiz ofitsialniy ish. Moskvani обязательно yoki oblastda dokumenti bo'lishi shart. Bez patent olmaydi. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelsa bo'lmaydi. Chunki kelib turib dokument olib, keyin murojaat qilaverasizlar. Liboy payt ish bor, faqat dokumenti borlarga jigarlar. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. O'zingizlarni va o'zgalarning vaqtini bekorga olib qo'ymanglar jigarlar. Ishimiz skalatda, aytib o'tdim, ikkita vakansiya. Gruzchik bu tovarlarni u yoqdan bu yoqqa olib borib, yuklab tushiradi. Kompyuterchilar tezda tovar yig'adi. O'sha hamma tushunib qoldi. Skalatda tovar yig'ish nima ekanligini. Endi sizga ish o'rgatiladi bu yerda, muammosi yo'q. Sizdan talab qilinadigan narsa yoshingiz 60 yoshgacha va undan tashqari patent обязательно bo'lishi kerak. Desvishi kuyib ketmagan bo'lishi kerak. Xullas, shunaqa gaplar jigarlar. To'liq ma'lumot berib o'tdim degan umiddaman. Kimga ma'lumotlar to'liq bo'lmagan bo'lsa, nomerlarga hoziroq telefon qiling. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni va adres lokatsiyani olib, ertadan o'zidan ishga joylashishga davom etsanglar bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa zo'r ishlar Rossiya territoriyasi bo'yicha aynan bizda birinchi bo'lib chiqadi. Sog' bo'linglar, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.